Sizga men xonani ijaraga beryapman-da, aytyapmanki, $100 dan pul to'lasan deyapman. Men aytyapmanki, yana bitta shart qo'yibman. 6 oylik pulini $100 dan pul bo'ladigan bo'lsa, $600 da 5 kishi turibsiz, 4 kishi turgan bo'lsangiz, 4 talangiz har bittangiz $600 da oldindan to'lab berasizligini shart qo'yibman. Mumkinmi? Mumkin. Agar ijara haqqi oldindan pul olinsa, ijaraga beruvchining provodkasini beradi. 25 million 500 ming so'm ijaraga oluvchi to'ladi, sizga esa bu pul kelib tushdi. Endi biz hozir pulni olib bo'lganmiz, endi daromad tan olyapmiz. Biz nima qilamiz? Ijaraga bergan korxona 62-30 ni kamaytiramiz. Debit 62-30, kredit 93-50. 25,5 million so'm pul oldingiz, o'shaning 4,250 ming so'm daromad tan olib, undan siz foyda solig'i yoki yagona solig'ingizni to'lab berasiz. Bu nima qiladi? Ijaraga bergan korxona. U ham daromad emas, endi xarajatni tan oladi. Xarajatni nima qiladi? Avtomobil masalan sotuvda ishlatayotgan bo'lsa, debit 94-10 deydi-da, kredit 31-10. Oldindan to'lab qo'ygan pulini kamaytiradi.